Uy sharoitida shakardan sirop tayyorlashni o'rgataman. Bizga 1 kilo shakar va 1 litr suv kerak bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ring, oxirida foydali maslahat bo'ladi. Bismillah. Birinchi suvni qo'yamiz. Ikkinchi bo'lib shakarni solamiz. Endi olovni yoqsak bo'ladi. Olovni yoqqandan keyin doimiy aralashtirib turish kerak. Shakar tagida to'planib, tag olmasligi uchun. Shakarimiz barchasi erib bo'ldi. Tiniq holatga kelguncha kutamiz. Shakar sirop tiniq rangga keldi. Tiniq holatga. Tagida qoshiq ko'rinadi. Sirop tayyor. Endi buni o'chirib, sovutishga olib qo'yamiz. Shakar siropimizni sovutib ham oldik. Tiniq holatda, ya'ni novot rangga kirdi. Endi bu sirop haqida foydali ma'lumotni eshiting. Ko'plab barmen do'stlarimiz Sprite va rangli siroplardan foydalanishda ancha xato qilishadi. Men ularga tavsiya qilardimki, shakar siropdan foydalanishi, rangli siroplardan esa ta'mi va hidi uchun ozgina foydalanishi maslahat beraman. Shunda siz shakarli sirop bilan Sprite o'rniga foydalanib, ta'mni nazorat va shirinligini kontrol qilish mumkin. Choychi Abdullohdan izolashmang. Bunaqa foydali ma'lumotlar hali oldinda. Obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmang.